يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. İslamda ibadat. تەيەممۇم توغرىسىدا ئۇستاز ئابدۇلكەرىم كۇچار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli televizyon köygüçüler. Hazırki bu programımızga yani İslam ve ibadet programımızga hoş geldiniz. Bizdeki hazırki programımız asası tema yani teyemmüm. Yani ki aldığınki dersi de yani İslam dinideki ibadetninki ferzi yani taharetnin ferz, sünnet ve ondan başka kandak soğulan taharet eriş katarlık mezmunlarda toxtaldık. Bizdeki hazırki programımız şu teyemmüm. Yani teyemmüm kılış, kandak vakitte teyemmüm kılımız. Teyemmümün ki ferzleri, sünnetleri hem o teyemmümünü nime sındırdı. Muştun üstüde toxtalımız. Hemimizge malum yani teyemmüm degen Arapça tilde yani maksat kılış degen manini bildirdi. Hem teyemmeme yeteyemmemu teyemmumen diyen asasen yani maksat kılış diyen gap. Yani maksat kılış diyen boğandayken yani bir adam yani lügat manisi o, istilah manisi yani İslam dinideki teyemmüm diyen neyme o dese biz hazır bunun üstüde toxtalımız. Mene İslam dinideki ibadetniki en birincisi mene la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen dekilla şu adamga mene birinci olup farz olgan mene ibadet yani namaz. Namaz ne ada kılış için cezmen o adam taharet almışsa bulmaydı hem de. Taharet eriş, mene kandak eriş, nimede eriş, kandak suudi eriş diyen üstüde biz yukarıda toxtaldık. Hem de taharet diyen hem de soğudan ilindiğin nersi olgandayken insanlar cemiyetimizde devamlılık yani bizim yenimizde su oluduğun ya ki suyunu işletiş küçümüz yediğin bunda halat çok bulmaydı. Yani bunu köz tutup Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de فَاِلَّمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَائِدًا طَيِّبًا diyen ayeti çok düşürdü. Eğer size iyi müminler namaz okumak çoğan iyi mümin Müslümanlar size su tapamısanlar size فَتَيَمَّمُوا سَائِدًا طَيِّبًا size pakiz topudan ibaret olan pakiz top veren size teyemmüm kılınlar diyen ayetini çok Allah Teala düşürdü. Hem de su tapamısanlar dedi. Yani demek yani su tapamığa vakti yüzü de teyemmüm kılış gerek. Su tapma vakti yüzü de taharetçi alımız. Yani teyemmüm degen su yok vaktin yüzü de mene aşu taharetninki yani sudan ağan taharetninki o roluniki aynını çok oynaydı. Yani şunun işini çok kılıdı. Anda oğan iken teyemmüm degen ne mi oldu? Yani teyemmüm mene taharetten hem gusülünki orunu çok tutudu. Yani bir adam namaz okumakçı iken o adam namaz okumakçı olup karab baksa su yok. Su yokuptu. Yağı bulmaydı o adam bir yağı verip mesela sefer kılıptı. O adam cunup kaptı. Cunup kalgan bolsa gusül kılaydıysa o yerde su yok. Mene muşunda bir ahval aslında mene o kişiler kanda kılıdı. O kişiler mene teyemmüm kılış arkalık mene aşu soğudan taharet ağandak hem soğudan gusül kılgan oşaşla pakizçi buludu. Bunu da Peygamber aleyhisselatü vesselam'daki hadisi de mene şuna degen. Eğer sen su tapsan taharet alırsan, eğer taharet alamı su tapamagan kişiler olan bolsa, mene bu teyemmüm müminlarniki aşu taharet orunda işletildi. Eğer şu adam mene şu 10 yıl kadar su tapamızın teyemmümünü kılış arkalık mene pakizçi buluverdi degen Peygamber aleyhisselatü vesselam'daki hadisi var. Yine bir hadiste mene Peygamber aleyhisselatü vesselam'daki mene sahab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le kaşığa mene saralık Araplarını
mushu sahroda yashaydigan, cho'l jazirada yashaydigan bir qancha arablar kelib, "Ya Rasululloh, biz mushdoq oylab u yerga berib yurimiz, ammo biz tarat oldi desak, bizda mushundoq suv yo'q, bizda bo'lsak junub, hezdor, nefas, mushdoq kishilar va bundoq kishilar biz qanday qilamiz degan vaqt o'zida mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men undoq bo'lsa sizlar o'zingizki shu yashayotgan yerdagi o'sha to'pini mana o'zingni ishlatish orqali tayammum qilib pokizchi bo'lsangizchi bo'ladi degan payg'ambar alayhissalatu vassalam hadisida mana shu yuqorqi oyat va hadisga asosan mana tayammum qilishniki durust ekanligi, ya'ni bir odam mushundoq suv topamasa, ya'ni suv yo'q ekan u odamniki nimasida, mushundoq vaqt o'zida mana tayammum tahoratniki va g'uslniki ishini qiladiganligiga mana bu oyat ham hadischa buningcha hujjat. Endi tayammum bilan tahorat bilan g'uslniki o'rinda ham shuniki ishni qilishi bir qancha sabab bor. Birinchi, u odam suvni ishlatishdan ojiz ekan. Yani suvni ishlatishdan ojiz. Masalan, suv jiroq. Masalan, yani 3 kilo, yani 1 mil atrofida deydi. Yani 1 mil atrofida degan, yani u odam safar qilibdi, safar qilgan vaqt o'zida bir yerga tushibdi. Qarab baqsa, mana yoki sarog'a yo tog', mushundoq jazira, mushundoq yaylaq, mushundoq yerga beribdi, ammo bir yerga tushibdi ekan. Tushgan bo'lsa, u odamga suv ishlatay desa, suv jiroq u yerdan, masalan 3 kilometr, 3,5 kilometr atrofida suv jiroq ekan. Yani mushundoq vaqtning o'zida u odam mana qanday qiladi? Mana tayammum qilib, mana namoz o'qisa, namoz vaqti kelgan bo'lsa, namoz o'qisa, ham ihtilom bo'lib qolgan bo'lsa, yo junub bo'lib qolgan bo'lsa, mana tayammum qilish orqali pokizchi bo'ladi. Yoki bo'lmaydi, u odam suvni ishlatishga ojiz kelishi yo kasal ekan. Agarda u odam suvni ishlatib qolsa, normal holatdagi kasalligi suv ishlatgandan keyin mana o'rlab ketadi ekan. Ya bir xil holatga tushib qoladi ekan normal holatidan. Mana bundoq vaqt o'zida u suv u odamniki kasalligi ziyon qilgan bo'lsa, mana u odam shu vaqt o'zida qanday qiladi? U odam tayammum qilish orqali mana namozchi o'qiydi. Yoki bo'lmaydi hamda suvni shu ishlatish ojiz bo'lish ya sovuq ekan. Masalan, u odam bir yerga beribdi. Bag'andagi masalan cho'l jazira, bayoban yoki yayloqlarga beribdi hamda safar. Hozirgi davrimizdagidek safarninki yalaq asılışış nemisi hozirgidek uni emas. Endi burungi zamonlarda ana shu safarninki qanday ekanligini biz bilamiz. U burungi zamonlarda ana bir qancha, ya'ni hafta, bir qancha oy mushundoq bo'lib ketadigan bir safarlarni deydi mushaqqat. Undan bo'lgandan keyin bunda bir yerda mushundoq sovuq ekan. Ammo istay desa o'tin yo'q, ya o't qalg'il bo'lmaydi. Mushundoq bir shart asidan agar u odam sovuq suvdan mana mushundoq tarat elib yoki g'usl qilib qolsam, menga ziyon qiladi deydigan ashna sovuqlik bir holatda bo'lgan bo'lsa, mana u odam mana tayammum qilish orqali pokizchi bo'laveradi. Yoki bo'lmaydi hamda dushman bor ekan. Ya'ni u odam bir askariy, islomiy askariy qo'shin bilan bir yerga chiqibdi. Chiqqandan keyin yuzmishadi ekan, shunday qarsa u yerda dushman bor ekan. Yoki bo'lmaydi qaroqchi o'g'irlar bor ekan, u yerga borsa, o'ziniki hayotiga tahlikalik mushta ahvollar yuz beradi ekan. Mana bunday vaqtning o'zida shu ashadi to'simi, ya 1 kilometr, ya 500 metr, ya ashadi shunda qarinib to'simi, ammo u so'q borman desa, u chigirdan, ya u siziqdan o'tib qolgan hamma ular o'ltiradi ekan, ya bir ishqa qiladi ekan. Mana bunday vaqtning o'zida mana u kishi mana tayammum qilishchi bo'ladi. Yoki bo'lmaydi, u odam masalan dengizda ketib beribdi. Dengizda yoki cho'l jaziralarda yoki issiq mushda bir yer ketib beribdi, ammo suv bor ekan. Ammo suv bor ekan, u suvni hamda men tarat olaman yo g'usl qilaman desa, suv tugab ketib, u odam mana ussiq holat kelib chiqadi ekan. Ya'ni usab ketish ahvollar yuz beradi ekan. Mushunday vaqtingizda u odam yana tayammum qilishchi bo'laveradi. Yoki bo'lmaydi, u odam masalan cho'l jazira yoki mushda saroda mushundoq yayloqlarda ketib beribdi. Ammo u odam tushibdi, yanada quduq bor ekan. U quduqdagi suvni olay desa, u quduqniki suyini oladiganga ya chelak, ya og'amcha va kazabi narsa yo'q. Undoq vaqt o'zida namozga vaqti kelib qolgan yoki junub bo'lib qolgan. Bundoq vaqt o'zida qanday qiladi u odam?
Yani aşı vakti özüde mene teyammum kılış arkalık mene o adam o namazını okuyuverse buluverdi deydi. Yoki bo'lmaydi. Masalan, yerimiz shahardagi vaqtlarda, ham bizdagi mush mahallarimizda mushuna bir vaqtlarda masalan, Eid namozi, ishki Eid namozi, Qurban Eid yoki Ro'za Eid bunda namoz bo'lib ketdi. Biz ham ulgurimizda o'chani o'zida tarat olamiz desak, o'chaning o'zidan o imom namozni o'qib oldi ekan. Yani namoz tugab ketdi, tarat ep kelib bo'lguncha, yani shu vaqt o'zida darhol o odam mene teyammum kılış arkalık o imamı iktida kılıp namazını çoğu kurbayet ya ki roziyet namazını okusu çoğu buluyordu. Ama bu kurbayet ya ki mene roziyet namazın başka namazdağa mene katti vakt az kıptiken hazır mı tarat edip kıpboğuça mene bu vakt ütüp kedidu namaz kazayıp kedidu depla onda teyammum kılışka bulmaydı. Eğer de onda vakt ütüp kesse onunki o'rni borki, ya'ni u namozga vaqt o'tib ketsa qazosi bor. Endi qazosi bor deb qazo qildi deb qazoning o'zi qolgan bo'lgandan keyin gunohi yuziga bo'ladi. Bu qazo qilish ishining yuzi keltirgan bo'lgandan keyin qazosi yuziga. Ammo ishki Eid namozi, ya'ni Qurban Eid, Ro'za Eid deganidek bunda bir namozninki uniki qazosi qiladigan, agar bu imom hozir o'qib bo'lgan bo'lsa, buniki o'rnini men yin bir bunidek men uyda qazosi qilolaya falan yerda digeri şu bulmaydı hem de. Mene bunda namazda mene katte neymişo durustço emas. Hem de cinaz namazı. Mesela cinaz namazı olup ketdi bir yer kelsek, qarab baksak hemmisi hazır olup ketdi. Ama biz tarat elip kip boğuça o cinaz namazı tugab ketdi ekan. O adam şu cinazınınki ilgisi emasken. Ya cinazınınki ya balısı ya atısı tuqqanlarço emasken. Yani velisi emasken velisi bo'lmagan vaqt o'zida unda bir odam ashunda jinoz namoziga qarshi kelib qolsa, mana o odam mana tayammum qilish orqali mana bu namozni o'qisa bo'ladi. Ammo jinozniki egisidan boshqa bir odam bu ishni qisqa bo'ladi. Ammo jinoz namozniki egisi bo'lgan, masalan jinoz namozniki yoki bolasi yoki inisi yoki otasi deganidek jinoz namoziga sahib bo'lgan odam mana o adamla teyammum qilsa bo'lmaydi. Chunki o namaz o adamning bo'lgan ekan, o adam deydiki, o adam namozning egisi bo'lgan ekan, o mayitniki sahib bo'lgan ekan, turib turinglar, men tarat evlay desa ma'qul deydigan gap. Buni asosan mana o adam mana bu hozir tayyib bo'lib ketgan, buniga men tayammum qilish orqali o'qisam bo'ladi desa bo'lmaydi. Ammo buniki bo'lish tarifi, ya'ni shu mayitniki sahibi bo'lmagan bo'lsa, sahibning boshqa odam bo'lgan bo'lsa, men u chaning o'zida mana shu janoz namoz tayyib qolgan bo'lsa, tarat ep kip bo'g'ishlik orliqda tugab ketadigan namozniki bunda bir ish bo'lgan bo'lsa, u chaqda o odam mana tayammum qilish orqali mana namozni o'qisishi bo'laverdi. Ana o'g'andan keyin tayammum qilish bilan mushundan mushtaq sabablarniki yüz bergan vaqt o'zida meni tayammum qilish orqali meni tahoratniki pokizchi bo'laveramiz. Agar tahoratniki tahorat olgandagidek, agar junub yoki ehtirom bo'lish ahvol bo'lgan bo'lsa, men ashunda tayammum qilish orqali burunqidek pokiz holatda turaveramiz. Mana bu tayammum bilan ana vash olgan agar suv topolmagan muddatda bu sabablar bo'lavergan muddatda ash tahoratimiz singanga qadar qancha vaqt namozni o'qiyversak, ya'ni qancha Qur'on o'qiyversak bu bo'laverdi endi. Endi bu tayammum degan nima endi? Xo'sh, tayammumni biz mushta ishlarniki yuz bergan vaqtda tayammum qildik ekanmiz. Bu tayammum degan qanday holatda qanday qilsa tayammum bo'ladi? Ya'ni shar'iy ko'rsatgan tayammum degan qavm. Mana tayammum degan ikki urush, bir urimiz, mana bir qator urib bizniki yüzimizni silaymiz. Yani şundan urupla yüzimizni tarat ağını alıp koymay hem yani silaymiz. İkinci uruşta mana özümüzdeki iki kolunu bu ceynek kayışlık ağırlıkta alıp koymay hem yani muşdakço silaymiz. Silaymiz. Sılga vakti özü de mana o silaş, uruş o topanınki üzü cezmen muş zimindeki cinsi olan toprak mesela taş, mesela gash deganidek mushtaq narsaga urishqicha bo'ladi endi. Shu narsaga urib qilsak bo'ladi, ammo tam
bir narsa kerakka kiyim-kechak, masalan, to'pi bo'lsa, o kiyim-kechaklarda ko'ni kiyim bo'lsa, mana bu urush orqali u yerda to'pi bo'lgandiki, to'pi bo'ldi. Bu urush orqali mana tayammum qilsaqchi bo'ladi. Agar u urush jarayonida to'piniki o'rlab chiqishi bizgacha o'rlab chiqish shart emas. Shuni ursak, shuni qo'limizga to'piniki juqi bo'lsa bo'laverdi. Uni da to'pi o'rlab chiqib pur chiqarishligi hojaticha yo'q. Unda qilib qolgan vaqtingizda, ya'ni muslat deydi bu to'g'ri degandek to'g'richa emas. U to'piniki o'rlib chiqib pur chiqishi nemisi yo'q. Agar tamda qilib qolgan bo'lsa, tamda to'piniki o'rlab chiqishligi hojati yo'q. Anda bo'lgandan keyin bu orqali mana mushu tayammumni qilamiz. Anda 3-chi bir farz mana tayammumda niyat bo'lish kerak. Ya'ni men mushu tayammum qilish orqali men namozni o'qiyman deydiğanga men mushundaq niyatchi bo'lish kerak. Ya'ni tayammumniki farzi 3. Birsi yüzimizni butkul hech qanday bir yani olib qo'ymay, hamma yani silash. Ikkinchi biligimizni, qo'limizni jaynigimizdan birga qo'shib, hech qanday bir yani olib qo'ymay, uni uchun silash. Ya'ni ikkinchi urush orqali. Uchinchisi anadekin o odam meni niyat qiladi. Niyat qilib, shu tayammum qilgan vaqtingizda, men bu tayammum qilish orqali men bu namozimni o'qiyman deb ko'nglida jazman bu niyatchi bo'lish kerak. Ammo tahoratda, mana ilgari darsimizda deb o'tildi, ya'ni tahoratninki sunnat, ya'ni tahoratda shu niyat qilish sunnat deb qatoga ilingan, farz debchi deyilmagan. Ammo bu tayammumda mana bu yerda tayammumdagi niyat farz bo'ladi. Shuning uchun bu tayammum qilgan odam jazman o odamniki niyatchi bo'lmasa bo'lmaydi. Men shu tayammum bilan namoz o'qiyman deb namozni ado qilish niyatchi bo'lish kerak. Xo'sh, endi tayammum qildik, namoz o'qimoqchi. Agar tayammumni namozdagi vaqti kirishdan burun qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqtingizda mana u bo'ladi. Masalan, peshinniki vaqti kirishdan burun mana tayammum qilsak u chaqda bo'ladi. Ya'ni tayammum qilsakki, masalan, peshin vaqti bor. Ammo hozir tayammum qilsak, masalan, tayammum peshin yoki namozga yoki xufta namozniki burun agarda yuqorqi ashundaq tayammum qilishga ashda zarur, ashda shartlari hozirlangan bo'lsa, masalan, suv ichili desak, usuzlikdan biz usab ketamiz. Bizdeki hayotimizga mundaq tahlil qiladi, yoki suv ziyon qiladi, yoki bo'lmaydi sovuq, yoki bo'lmaydi kasal. Ashunda bir tayammum qilishga mushu sabablar bor bo'lsa, men bundaq vaqtingizda, meni biz o'charimizda vaqtdan burun, har namozdagi vaqtidan burun shu tayammum qilsak, meni durustcha bo'laverdi. Yana masalan yo'lda biz amrali bilan safarga ketib boramiz. Mana ketib berib bizdagi amralarimizda mana suv bor. Mana suv bor turuqlan. Agar u suvlashdim bizdagi amralarimizdan suvniki bor ekanligini o'qimiz. O'qib turuqlan, agarda o odam shu amralardan mana suvni so'ramayla tayammum qilib, mana namoz o'qiyversa, mana bo'laverdi. Buningda hech qanday durust bo'lmaydigan tarifi yo'q. Yine bu odam hamda shu bir qator tayammum bilan o'zi xohlagan namozni o'qiydi. Tarasiniga qadar mana mayli nafl o'qimdi, qancha nafl o'qisa mayli. Ya'ni qancha namozni masalan peshinni olgan shu tayammum bilan namozga shom, xuftan deganlarda namozni men o'qiyversa, agarda o odamni tayammumniki sindiradigan ishlar bo'lmasa, mana bo'laverdi. Ana o'g'ildikin tayammum degan nima? Tayammum degan o qanday vaqtda tayammum qilamiz? Bu nima qildi deyildi. Endi tayammumni sindiradigan narsa nima? Tayammumni sindiradigan narsa biz yuqoridagi tahoratni sindiradigan mana mavzuda bir qancha mavzuda biz u yerda to'xtalgandik. Tahoratni sindiradigan ishlar ustida, yana shu tayammumni, shu tahoratni nima sindirgan bo'lsa, meni shu narsa tayammumni sindirdi. Masalan, aldı akıdın bir narsaniki qanday narsa olsun, bir narsaniki chiqishi, bir yana qonishi, usishi, uxlashi deganlidek mushundaq narsalar meni tahoratni sindirdi. Meni bu adab tayammum qanday ekan, agar tarasini doğan bo'lsa, aldı akıdın işte qanday bir narsa chiqqan bo'lsa, yoki qusqan bo'lsa, yo qon chiqqan bo'lsa, yo uxlab qolgan bo'lsa deganlidek meni mushundaq narsa
mana bu qolgan bo'lsa, u odamniki tayammum sinib ketadi. U odam boshqadan tayammumchi elishi kerak. Ikkinchisi tayammum sindirgan narsa. Tayammum sindirgan narsa u narsa bo'lgandan boshqa, ikkinchisi shu odamniki, ya'ni tayammum qilishga, ya'ni sabab bo'lgan bir qancha omillar bor. O amillar yo'qqa vaqt o'zida darhol u olgan tayammumi sinib ketadi. Ya'ni boshqadan tarat elishi kerak. Masalan, u odam u odam masalan suv ishlasa, o'sha suv ziyon qiladi ekan. U vaqt o'zida tayammum qiladi. Ammo shu odamningki shu qanday bo'ldi bir amal bo'lib bir sabablar bilan u odamningki kesili suv ishlasimi saqiydigan bir holatda ekan, ammo tayammum qilibdi ekan. Şu tayammum vaqtida shunday bir kesildi, Allohning shifosida shu saqib qolgan bo'lsa, darhollikqa u odamniki tayammumi mana sinib ketadi. Tayammum sinib ketib, o'shan o'zida u odam boshqadan mana suvdan tarat olmasi uchun bo'lmaydi. Yo'q bo'lmaydi, u odam masalan so'g'oq suvkan, u suvlar tarat olsa, u odam to'nab ketadi ekan. Ya'ni bu orqali tayammum qilish kerakdi. Ammo u odam qanday bo'ldi? Suv, ya'ni so'g'oq suv, so'g'oq havo masalan soğuk hava varken bu hava bir yer verip o adam beni bağlandaki bir öy kirip issiqlik bir yer kirip kaptı. Ya issiq yer verip kaptı tasadifi mesela zamanımızdaki de yani ayır falan yakenimi arkalık bu arkalık bu adam su işletişke gücü yetken oldu kudret istitaat boğan oldu bu arkalık ağan neme kılan ağan tayammumi bu arkalık o adamdaki tayammum silip gidiyor. Şu olan o adam kayıtıdın tarat hep namazçı okuş gerek. Hem o adam mesela tayammum kılaydıysa o suyunu işletip kılaydıysa su tükep ketdi. O vakti tayammum kısa buludu. Yani karapası bir yer su kip kaldı tayammum kip olgan. Yani su mu var ama suyunu işleteydiyse susuzluktan o adam mesela usap ketdi demdi. Onda vakti özü tayammum kısa buludu. Ama kanda olgan bir su bir yer kip kaldı. Kip o su cık hem de yediden bir yer vakşidik. Yani bu vakti yüzüde yani o adamdaki tarihte yani tayammumu sinip gidiyor. Yani o çağın yüzüde kaydedin yani tarat yani tayammum yani tarat almayıcı bulmaydı. Yani tayammumunu sındırılan neyse iki. Biri taratı sındırılan neymi sındırılan olsa tayammum sındırılır. İkincisi şu tayammumunu kılışka sebep boğan. Sebep yani amil boğan nesliniki yokap ketişi meni tayammumni sindırmadı. Biz yukarıda bir qancha sebep amillarni sözledik. Meni muşu vaqt yüzüde tayammum kısa boludu deb, meni muşu amil meni yoqab ketgan vaqt yüzüde o adamniki ağan tayammumi şunun bilan sinib ketadi. Xo'sh, endi bir adam bir ketib fardu. Yani o su jiroq, mesela 3 kilometr, 3,5 kilometr atrofida men aştaq su işleteydi uçağın yüzüde ne qilmaydi endi. Uçağda tayammum kısa buluverdi. Endi bu adam endi şuna ümidi varken bir namaz peşini vaqti kipti, yasirni vaqti kipti. Kelgandagi qarab baqsa su yo'q, su degan o jiroq bir yerda uni inib o'qidi. Ammo bir ümidi varken, endi jiroq yer ekan o'qidi ekan, o'sha tayammum qildi. Ammo ümidi varkenki, o ümidida azroq mansam agar bir yer su bo'lib qolishi mumkinmikin deydigan bir xil ümid o adamniki vujudida bo'lsa, mana o adam şu vaqt o'zida u o'qigan namozini sal boshli o'qamay o namozniki vaqtiniki sal oxirgiroq, ya'ni makro vaqtiga emas, oxirgiroq, ya'ni kechiktirib o'qishi bu odamga nisbatan mustahabchi bo'ladi. Endi suvni mesela 3 kilometr atrofida bo'lib qolgan bo'lsa, u suvni talab qilish mana mesela 3 kilometr atrofida suv bo'lib qolgan bo'lsa 3,5 kilometr uçar böledikken uçarda tayammum kıldık. O adam bir yer kipti. Kelgandaki qarab su yok. Iş kana bir izdemepti, talep qilmapti, yo'q bağımdı yok demepti. Men undaqsı bo'lmaydi. Iş bo'lmaydi deganda o adam su yo'q yoki baya yo'q ekanligini aşağıda aniqlash uchun atrofidan 300 qadam, yani 500 kilometr, 500 metr, yani 1,5 kilometr atrofida, mush atrofidagi suvni mushda izlab baqish kerak. Eğer izlemey turiblar, kiplar şu patib tayammum namaz okusa, bu adamniki namazı bulmaydı. Endi bir sefer qilib qoldik. Sefer qilib qolgandaki bu seferimizde, mesela biz hem de burunqi zamanlardagi gap, yoki hozirgi zamonimizda ham yezi qishloq yaylaqlarda bo'ladi bu ish. Suvan, uyda chiqqan vaqt suv olgandik. Bu suvniki ketib olsak namoz vaqti bo'ldi.
o sonraki o bizdeki yük takımızda bağ ikenligini biz yadımız çıkıp ketdi. Qarab bolsa tayammum namaz o'qib oldik. O'qib olgandan qarab baksak mene o andikin yadımız geçti. Mene bunda vaqt o'zida qanday bo'ladi desa, o adam şu namaz o'qib olgandaki tayammum bilan o çağımızda sonraki qaçida yük taktı bağ ikenligini eslep, aşlaq eslagan bolsa o adam şu tayammum bilan o'qigan namazını qaytadan o'qimisima şu namaz şu bo'laverdi. Bunu qaytadan bir qator yana o'qish, ya'ni suni endi teptiman, endi suni burun izlemaydigan yadım chiqib kelib, mushundaqlik o'qib dema tayammum qilib, endi su bo'ldi. Men bu orqali men qaytadan tarat elib, bu namozimni qaytadan o'qiyman demisima, namazı tamam, namazı qub maqbulcho bo'ladi. Hürmetlik dost birodarlar, bizniki bu qatimki programmamiz müşahigichilik bo'ldi. Hammalarni Allohga topshirdik. Endi bir qator ko'rishkicha Allohga omonat bo'linglar va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.